Avvalgi dasturimizda Shut qishlog'ining qadim tarixi, betakror manzarasi haqida hikoya qilgandik. Aynan shu sayohat davomida qishloqdagi hali ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan, ming yillik sirlarni o'zida joy qilgan manzillar ham uchradiki, bu sizni ham befarq qoldirmasligi aniq. Tog' etagida odamlar sharshara deb ataydigan joy borligini bilgach shu tomonga yurdik. Uylar ortda qolib tog' tomon ko'tarila boshladik. 20 daqiqalar yurgach tog'ni ikkiga ajratib turgan g'or oldiga yetdik. Uzoqdan qaralsa yoriq unchalik sezilmaydi. Yaqinlasharkansiz uning haybati va manzarasi hayratlanarli tasavvurni uyg'otadi. Tepadan pastga qadar suv izlari, ichkaridagi shakllar esa ming yillardan dalolat berayotgandek. Jilg'a yoqalab ichkarilaymiz. Silliq g'or yo'li ba'zan xavotirli tus olardi. Ignadek nur tushmaydigan g'or ichi anchagina salqin bo'lib, allaqanday sukunat hukm surardi. Shutlik kichik hamrohimiz Yusufjon yo'lni yaxshi bilgani bois ildamlik bilan bizdan o'zib ketar, xatarli nuqtalardan bizni ogoh qilib borardi. Ba'zida emaklab, ba'zida tik yurib, suv boshiga ham yetib oldik. Mahalliy xalq tilida g'o't deb ataladigan ushbu manzil tarixi haqida deyarli ma'lumotlar uchramaydi. Ammo asrlar davomida bu yer aholining oziq-ovqat mahsulotlari saqlanadigan joy sifatida foydalanib kelingan. U g'o'tga asosan qadimgi ham, hozirgi ham bizning momolarimiz, bobolarimiz xolodilnik hisobiga foydalanadi. Lug'atlarda g'ut so'zi chuqurlik, cho'kish, g'arq bo'lish, palaxmon toshi ma'nolarida keltiriladi. G'or ichkarisidagi manzara va uni ikkiga ajratib turgan xarsang ma'nolarni haqiqatga aylantirgandek. Tarixiy manbalarda qadimgi So'g' davlati bugungi Qashqadaryo viloyatini ham o'z ichiga olgan bo'lib, uning janubiy hududi Hisor tog' tizmalari va Zarafshon tog'lariga borib yetgan. Shu boisdan G'ut g'orlari birgina Shut qishlog'ida emas, balki unga yonda Shahrisabz tumanidagi Ko'l qishlog'ida ham bor. Bizning ushbu manzil haqida bilganlarimiz shu bo'ldi xolos. Ammo kelgusida bu manzillarda olib boriladigan tadqiqotlar albatta tariximizda yangi sahifalar ochilishiga xizmat qiladi.